Xo'p, o'rtoqlar, biz Pokistonchasiga roti oldik. Roti degani non degani, to'g'rimi do'stim? Roti oldik. Kolbasa oldik. Bu to'g'ri cho'chqa, mana shunaqa narsa emas akalar, bu halol. Hammasi bo'lib, kola oldik, non oldik, mana shunaqadan rotidan. Kolbasani narxi xato aytibsiz-da, o'tgan istoriyada 6,5 yevro turadi-ku. Hop, Arzon ekan bu. hozir aka, kolbasani narxini men aytmadim. Siz aytdingiz. 6,5 yevro. 6,5 yevro. Yozib qo'ydi, mana shunaqa bo'ladi. Men sizdan so'radim, necha pul kolbasani narxi dedim. Siz aytdingiz 6,5 yevro dedingiz. Aytibsiz-da. Xato aytibsiz. Xato aytibsiz, siz aytdingiz. Non id argument. Короче, kola. O'sha shubha qilmasligingiz uchun undan oldingi istoriyani ham qo'yib yuboraman, mayli do'stlar. Kolbasani yeymiz, yo'limizdan davom etamiz. Bizda Torontomi necha kilometr qoldi? Torontogacha 33 kilometr qoldi.